Maybach legendarniy, o Toshkentni O'zbekistonning 2000-yillar esimda bor. Manxettenda o'sha paytda buni prezentatsiya qilishgan, chunki Elizaveta koroleva qirolichasini o'sha для нее bu edishonda qilishgan, chunki bu mana ichkarini ko'rsangiz bu special edition bu уже yo'q. Bu original saloni. Hammasi original. Bu mashinalar yo'q уже все. Yo'q. Bu уже eksponat. Buni auksionlarda sotish kerak, million yevrolarga sotish kerak buni, lekin Nimangiz unaqa shikarli sostoyaniyda bu? Bu ham yurmagan emas u? конечно, забудьте, yo'q. Mana endi nimasi bo'ladi? Ishlaysiz, mashina qurasiz, uy olasiz. Lekin nimaga menda bu mashinalar bo'yichilar menda hamma yo'q. Получается, chunki yaxshi ko'raman. Chunki siz realni ishingizni yoqtirasiz, sababi mashinalarni oldindan yoqtirgansiz va o'zingizni topdingiz hayotda. Mana bugun siz ko'ryapsiz, men hech kimga ko'rsatmaganman bu kolleksiyani. Yarmini bugun ko'rasiz, yarmini keng safarga olib qo'yamiz. Keng safarga olib qo'yamiz. Bu narsa ham qolish kerak-da. Lekin blin, bilmayman, men shok просто. Состояниялaridan, hidlaridan har xil endi.